Nomer alohida tema. Mashina alohida tema. Necha nomer deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib yuboringlar. Bu yoqda mana biz ham nomerga o'xshash chiqib qo'yganmiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Uchastkali ekan, вообще boshqacha formatda chiqqan. Kim ko'rgan uchastkaga lyustra qo'yganini? Mana mana shu yerda hovliga, ya'ni hovliga bitta, ikkita, uchta, to'rtta lyustra. Boshqacha effekt berib turibdi, Abdumoriy. Qale. Ishlatish kerak lekin mana shu formatda. Bu yoqda o'choqlarni qilib berganmiz, letniy kuxnyalarini zabardast, baquvvat qilib milliy, bunaqa marakanskiy sopol kafillardan ishlatganmiz. Qale dizayn. Dizayn o'zimizni qilganmiz. Jaydarinskiy stilda mana bunaqa podklinker formatda mana shunaqa effekt berib o'rganmiz. Videoni saqlab qo'ying. Mana shunaqa uchastkalar inshaalloh hammaga nasib qilsin. Chiroyli formatda bunaqa gelevagelda turishi hammaga nasib qilsin. Tanishlikka jo'natib qo'ying videoni. Polishlari, so'kilishlari, sanozilishlarini bemalol Shaxtar servis jamoasiga murojaat qilaverasizlar. Kommentariyada fikringizni qoldiring. Mana bu mashinaning nomeri nechi edi?